Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan tashqi ko'rinishi noodatiy, ichki rejalashtirilishi esa maksimal darajada qulay bo'lgan juda qiziqarli uy loyihasini ko'rib chiqamiz. Agar siz kichikroq maydonda barcha qulayliklarga ega shinam uy qurmoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. E'tibor bering, uyning fasadi och yashil va toq kulrang elementlar bilan bezatilgan. Bu uyga ozgacha tarovat bagishlaydi. Markaziy qismdagi oyna nafaqat tashqi ko'rinishni chiroyli qiladi, balki uyning mehmonxonasini tabiiy yorug'lik bilan boyitadi. Loyihada ikkita alohida kirish zinasini ko'rishimiz mumkin. Bu esa oila a'zolarining harakatlanishi uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Keling, endi eng muhim qism, uyning ichki xona va o'lchamlariga o'tamiz. Uyning umumiy bo'yi 23,7 metr, eni esa 14,9 metrni tashkil etadi. Mehmonxona, zal, uyning markazida 7,73 metrlik keng mehmonxona joylashgan. Erkerli oyna aynan shu yerda joylashib, xonani vizual ravishda kattalashtiradi. Yotoqxonalar, loyiha tepa qismida 4,3,5 metrli kattalar yotoqxonasi va yana ikkita bir xil bolalar yoki mehmonlar uchun mo'ljallangan 4 metrga 3,5 metrli xonalar mavjud. Yana bizga muhim bo'lgan 2 ga 1,5 metrli banyamiz ham bor. Endi loyihamizning ikkinchi koridoridan kirganimizda 3,30 ga 3 metrli omborxona, 4 metrga 3,30 yana bitta yotoqxona va 1,5 ga 1,5 banyaxona mavjud. Oshxona va ovqatlanish. Pastki qismda 6,30 ga 3,30 metrlik katta oshxona mavjud. Bu beka xonimlarimiz uchun juda keng ish maydoni degani. Hamda oilaviy ovqatlanishga mo'ljallangan. Avtomobil turar joyi. Loyiha chetida alohida ustunli botiq joy, naves, bor. U yerda mashina qo'yish uchun qulay maydon ko'zda tutilgan. Ushbu loyihaning asosiy yutug'i koridorlarning kamligi va xonalarning bir-biriga bog'liqligida. Hech qaysi kvadrat metr besamar ketmagan. Maslahat: agar siz bu uyni qursangiz, tom qismini yumshoq cherepitsa, bitum bilan yopsangiz, yomg'ir yoqqanda shovqin bo'lmaydi va dizayn yanada boyroq ko'rinadi. Sizga ushbu loyiha yoqdimi? O'z fikringizni kommentariylarda qoldiring. Agar chizmalar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring, albatta javob beraman. Kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli loyihalar bor.